Hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Akingraft. Bugungi videoda men Minecraft'dagi eng kuchli aslahalarni oldin videosi 2.0 bo'ladi. Yana aytgancha, bu birinchi qism bo'ladi. Chunki bu yerda tuzoqlar juda ham ko'pki, bitta qismda o'tishning umuman iloji yo'q. Tushungan bo'lsangiz, videoni boshlaymiz. Xullas, yotoqqa bosib qo'yamiz va buni ochamiz. Va bu yerda qilich, kamon va aslahalar bo'ladi. Yaxshi. Kamon, aslahalar. Ammo loylar ovqat bermabdi. Rozi emasman. Xullas do'stlar, hammasi to'g'rilandi degan umiddaman. Xullas, buni taqamiz. Kamonni qo'yib qolamiz. Yana men mod qo'shdim. Qancha narsani, qancha joni qolgan. Agar sizlarga ham shu mod kerak bo'lsa, men uni o'z Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga havola, video, kommentariyada. Xullas, tushungan bo'lsangiz, Persakt olsammikan yo'qmi? Xullas, menga nima? Tekin bo'lsa, tekinga bo'l. Bu kartani yaratganlar botmasligini billar. Dim. Men qanday o'tdim? Yoki hozir meni qanday yoqishdi degan savol bor. Xullas, birinchi tuzoqdan o'tib oldik va aytsam dastakni bossak, voydot. Qochib jang qilish kerak axir. Zombilar bilan yana aytgancha, bu yerdan o'tish uchun menda naq to'p qilib olishmasligi kerak. Bu yerdan o'tish uchun menda naq 5 ta jon bor. Agar 5 marta o'lsam, hammasi tamom desam ham bo'ladi. Va nihoyat bu yerdan o'tib oldim. Men ahmoqligimga bir isbot. Mana bu yerda o'zi eshik turgan ekan-ku. Men ahmoqlik yo'q. Bu eshikdan qaytib kirdim. Shunda anaqa qayerda? Demak, bu yerdan kelgan bo'lsam, mana bu temir eshikdan men chiqib ketishim kerak. Ammo qanday qilib? Eshikka bosmay. Mana yerlarda bo'lishi mumkinmi? Bo'l, topdim. Hop, tugmani olamiz, tepasiga qo'yamiz, bosamiz va kiramiz va bu yerdan to'g'on o'tish qiyinligini o'ylab siqilamiz va bunday qilib olamizda. Sakrab bo'lsa ham, yo'q, sakramayman. Men axir olmos kiyimdaman. Olmos kiyimni foydasi tegsan, yo'q, foydasi tegishni o'rniga, yo'q, foydasi tegadi. Menga olmos kiyim foydasi tegadi. Yoki mana bunday o'tsa ham bo'ladi. Ammo men bot emasman. Xullas, mana bu yerga ham kelib oldim. Endi esa mana bu tugmachani olamiz va yerga qo'yib bosamiz va sakra. Yo'q, sal qoldi tushib ketishimga lavaga. Har yerda tuzoq. Xullas, bitta oltin olmay yeymizda. Voydot degan yo'q, nima qildim? Ahmoq. Yo'q, отравление bu bo'lgur. Yugur. Bular. Yaxshi plitalar ham bor ekan. Yo'q, battar qildi. Yo'q, lavani burchagi bor. O'shadan o'taman. Bitta dona jonim qoldi. O'lishim mumkin edi hozir. Endi men bu yerda turmasam bo'lmaydi. Ham regeneratsiya, ham jon ketyapti. Ha, mayli. Endi men shu yerdan pastga sakrashim kerakmi? O'lib qolsam o'ldiraman. Voydot, nima qildim? Xullas, tirilamiz va yana shu tuzoqlardan bemalol o'tib, yo'q, metrik qolaman.
Ay, virusdak kerak. Yo'q. Yo'q. Ay, nima qildim? Axir virusdak kerak bo'lishi mumkin edi-ku. Xullas, boshqatdan hop. Yo'q, urib tushirishdi. Yordam, yo'q. Yo'q, axir. Yo'q, nima qildim? Ikkinchi jonim ham ketdi. Yo'q-mo'yo, bu yerdan urib tushirishyapti-ku meni. Tavakkalga ishona. Yo'q, axir bu yerdan tushib ketishga nima bor edi? Bu yoqqa chiqolaman-ku. Olti olma yedim-ku. Yo'q, yaxshi. Voy, dot. O'ldim men. Voy, dot. Siqilyapman. Xullas do'stlar, mana bu yerdan bir amallab o'tib oldim. Endi bu yerda shuncha olti olmamni yo'q qildim. Bu yoqda, bu yoq hattoki jonimni ketkaza olmaydi hozircha. Qilich kuchi hali 98% bor. Vo'ydot. Sakra. Bu yoqqa tegib qolsam battar sekinlashaman. Yaxshi. Bu yerdan sekin-asta chiqamiz. Hop. Bu yerga tushib ketishni xayolimga ham keltirmayman. Plitalardan ham qo'rqmasam ham bo'ladi. Ammo bu yerda bo's borligini bilaman. Yo'q, shuni bekor qildim. Ammo yomg'ir yog'ayotgani uchun men olovdan qo'rqmasam ham bo'ladi. Endi esa bu yerdan xato qilmasdan nima qildim hozir men? Ahmoq. 4-marta bir dona jonim qoldi. Axir bu yerdan qanday o'taman? Xullas, o'sha yerga yetguncha video pauza. Xullas, va nihoyat kelib oldim. Endi boyagidek xato qilmasdan men hozir suvga o'yin bug bo'ldi. Xullas, men suvga tushdim, o'yin suvga tushmadi dedi. Botga o'xshadim. Tugadi deb bu videoni chiqarib yuborishga men qo'lim bormaydi. Shuning uchun kechirib qo'yasizlar. Yana hech bo'lmasa bitta jon qo'shib olay, iltimos, bittagina. Xullas do'stlar, sizlarning anaqalaringiz siz men jon qo'shishga uyaldim. Xullas, kommentga o'zingiz yozib qoldirsangiz, men o'ylab ko'raman. Yana videoning oxirida ham aytganman. Sizlardan xullas shu yerda video tugab qolgani uchun uzr so'rayman. Ma'lum bir sabablarga ko'ra video tugashiga to'g'ri keldi va mening xotiram ham to'lib qoldi. Kommentga yozib qoldiring. Butun Minecraft olamidagi eng kuchli aslahalarni olishga xuddi o'sha yerdan harakat qilib boshlayman yoki yo'qmi? Xullas, hammangizga xayr. Yana obuna bo'lishni ham unutmang. Kommentda qaysi biri qanday ko'p izoh yozsa, yana nechta jon berilsa menga, xuddi o'shani aytib bering. Axir sizlarni ham o'sha aslahalarni ko'rgingiz kelayotgandir. Xullas, hammaga xayr. Obuna bo'lishni unutmang.